Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Rozi. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslah işkemeğinin 21. yıl 8. ayının 23. günü. Haftaga Düşenbe, hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyetten eysak, endi bazı sözlerdeki işengili, bazı sözlerdeki işengili bulmaydıgan. Çünkü hazır Xitayning teşviqat organları nayet eğer derecede aralışıp oldu hazır YouTube'nun işçiga. Eğer derecede aralışıp oldu kaysının gepini qandaq farqlandırış hazır eğer toxtaydıgan. Nayet inçkilik ile işleydigan iş olup kaldı, hürmetli vatandaşım. Lekin şundaq ahval aslında hazırki vaziyet desek, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Tayvan bilanki bo'lgan munosabatda yuqori ko'tarish yoki Amerika Jungo mana Tayvan kechiring, Amerika Tayvan munosabatini yuqori ko'tarish. Mushu oraliqda o'tirdi paydo bo'lgan gaplar yana quruqlikda jang qilg'uchi qismlar. Tayvan kelib o'rinlashdi deydigan gaplar, anandagi sat deydigan havodan mudofaa qilish raketa sistemasi. Tayvan kirib o'rinlashdi dedi tunugungi xabarda. Buning rosti yolg'on sizada qanchalik uni fikr olmaydi. Agar sat raketa sistemasi Tayvan kirib o'rinlashgan bo'lsa, vaziyatning og'irlik darajasini ko'rish turdi vatandoshlar. Biz sizlarga esinglarda va 2016 mi 2017 yilda bu sat raketa sistemasining Koreyaga o'rinlashganligi ve şu qatorda Jungo'nun ko'rsatgan norozilik va qarshiliklarini sizlarga so'zlab o'tgan edi. Hozircha bu qisma vaziyatda ikkinchi vaziyat hozir Jungo Kompartiyasining rahbari Xi Jinping duch kelgan og'ir vaziyat davlat xazinasida pul tugadi. Bugun shuning munosabatlik ikki parcha leksiya so'zlaymiz, hurmatli vatandoshim. Mavzu mundaq. Aksaray ötken bir hafta mabeynede Amerika Kabul'dan 17 bin nefer kişini kutuldurup çıktı dep görsetdi. Mavzulu haber 8. ayının 22. günü Amerika Avazı Xitay Tili programımız ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Andi yana beziyek koşumça hazır mı devamlı kaldı. Amerika Qo'shma Shtatları bugünlerden 18 ayrı plan. Acırtып, hem Avatsiya aeroplanı, harbiy aeroplanımız Kabulga avatdi. Amerikalıklarını ve şu yerden kutulduruşga tegishlik Afganistanlarni Afganistan xalqini kutuldurishdi. Vaziyatda bunu unutib qoldik. Xabar mundaq başlandı. Aksaray mundaq e'lon qildi. O'tgan bir hafta ichida Amerika Afganistan poytaxti Kabuldan 17 bin nafar kishini kutuldirib chiqdi. Shanba 8. ayının 21. günü Aksaray mundaq e'lon qildi. Amerika armiyasi 8. ayının 14. günüdən beri Kabul Karzai aeroportidan 17 bin nafar kishini chekindirib chiqdi. Harbiy taraf o'tgan 24 soat ichida 3600 nafar kishini chekindirib chiqdi. Aksaray mundaq ko'rsatdi. Tahminen 22 bin nafar kişi 7. ayının ahırdan başlap allaqachon Afganistan'dan chekinib chiqdi. Aksaray mundaq ko'rsatdi. Chekindirilgan kishilar 6 aeroplan qatı C-17 belgilik harbiy aeroplan o'ltirib 32 qatam ko'tira olgan aeroplan o'ltirib chekinib chiqdi. Amerika quruqliq armiya mayori Şenbe günü 5 burcaklık binada mundaq ko'rsatdi. O'tgan haftadan beri chekindirilgan 17 bin nafar kishinin ichida 2500 nafari Amerikalık. Yani bir xabar, davlat xazinasi quruqdaldi. Kirim chiqimni qoplay olmadi. Mavzuli xabar 8. ayının 21. günü Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Jungo Kompartiyasi ichki jihatda ansirash va tashqi jihatda qiyin vaziyatga duch kelgan bir paytda Jungo Kompartiyasi Xi Jinpingning turgan holati Xitoycha turoqliq ibor bilan aytganda hozir Jungo hukumati
Turaqlıq ibar bilan aytganda Xitoycha Jiao Tu Lan I deydi. Baş göze qanğı buyal deydigan ma'noda keladi. Mushundaq eg'ir vaziyatda turavatidi Jungo Kompartiyasi deb tasvirladi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Xi Jinpingning qabohatli kishi G'arb dunyosining diplomatik qo'rishovi elishma emas. Yuqumli virusning qayta yopirilib kelishi mu emas. Hatta Tayvan bo'g'ozi va Janubiy dengizda urush portlash mu emas. Xi Jinpingning eng zo'r qabohatli kishi davlat xazinasining qoraqdolib qilishi va kerimning chiqimni qoplay olmasligidir. Obzorchi Yan Gün Go mundaq tahlil qildi. Chet ellarning nazari go'zar ediki, Jungo Kompartiyasi bir g'ayri maxluqot bo'lib, bu davlat tashqariga pul chachsalar, deganda bir necha 100 million, bir necha 100 milliard pul chachudi. Nochiligi. Jungo Kompartiyasining nochiligi. Boyvachchiligi. Pul chachsalar 100 milyon, bir necha 100 milyard dollardan pul chachudi. Davomini anglaysiz vatandosh.